Ha, bizga hujum bo'ldi. Tushunursin, rostdan ham o'ldiribman. Chunki o'g'irlab ketmasliklari uchun, albatta o'g'irlashlari. Ay, mana qayerda yashar ekansan? Endi ko'rasan mendan. Orqasidan qo'shimcha kuch yuboryapman. Ekan va rostdan kimdir pichoqlashgan. Qorni ushlab yotibdi. Tushunursin. Hech narsa yo'q ekan-ku. Ular qayerda axir? Politsiya, qo'llar tepaga. Tushunursin, bunisi ham o'ldiraymi? Ha, bo'ldi, qurolni tashlayman, lekin quloq soling. Voy, yomon demadi. Men uni bilardim. Men odamni otib tashlagan. Buni taniyman. Qurol, okey. Taniysiz? Ha, yonginimizda kiyim sotuvchilar do'koni birda o'sha yerda ishlar edi. Shu oq futbolkali bola yotgan edi. Toshkentchi. Keyin ana bu qo'lda pichoq bilan chiqib keldi, pichoqni tashladi va gapirishni boshladi. Men buni bilardim, u meni onamni o'ldirdi. Shoshmang, o'zi nimalar bo'lyapti? Juda ham uzoq hikoya, senga keyinchalik aytib beraman. Seni qamashmaydi. Bizda qotillikka litsenziya bor. Qotillikka litsenziya? Ha.